Haq so'zdan qo'rqqanlar, minbarlarni qurgansan baland, lekin haqqa ochilmadi so'z. Rost so'zlashga ko'tarildi qo'l, lekin nasib etmadi bir so'z. Chunki uning har bitta gapi uyqudagi qalbni uyg'otar, minbardagi yolg'onchilarning niqobini bittalab yirtar. U haq gapni aytardi tikka, egilmasdi mansab qoshida, to'g'ri taklif bergan odamni yoqtirmadi minbar ham hatto. Ular uchun kerak emasdi xalq uyg'onib ketishi bir kun, shu sababli ovozin bo'g'ib erkini ham etdilar tutqun. Minbarlarda faqat o'zlari o'z so'zini maqtashar har gal, haqni aytgan bitta yurakdan nega buncha qo'rqishar ular? Ammo biling, haqiqiy ovoz bir kun kelib eshik qoqadi, ammo sizga yoqmaydi aniq, biz faqirga haq so'z yoqadi.